Salam dostlar, bana hazırlık vakti hayırlı olsun. Videoyu başlaştım buraya yanılamışlarga bir etkerisini etip töp gidey. Bu videodaki çöndürgelerimden körsettiklerim hamisi pekadlı şahsi göz karıştırma ve perezlerim. Hamisi tehlil, karakterlik neyse, hiç kaysi birisi sizlerinin meblağ silişinlağa ya ki ilişinlağa setişinlağa biredigen tavsiye emez. Hazır bir ekranda görüyoruz Bitcoin'in aylıktaki yıllık istirlikisi, eli hissetiş boyunca görüntülenген istirlikisi. Hazır karşısında xuddi elişinin bekrak güçlüyürek turatgandek görüntülengen. Eptilik ikileyli. Eptilik etsek, oturcu bir kıymetli ekanligini eliş bilen setişinin oturcu bir aralıq turup kalganını göreleymiz. Eğer bir setişe gelse saatlik kalsak mesela saatlikte elişinin setişinin köpüraklıkını 14 tane setiş olsa bu yerde pakatla 3 tane anlam elişinin bağlıkı degендek. 14 dem satımızda 3 tane alımı degендek. Bir istirlikini beni kuralalayımız. Bunun başka bir gün yine sizlerge Bitcoin'in tünegeni bir gün geçip olan bahacet göz görüşlerini, hareketlerini ve bunun dinki qaysi ekip qazı qandarak bir planlarını ya hareketlerini qilib iş görsek bizga nisbatan payliq bo'lganlik to'g'riliq tushuncha bitib ketdimi. Asosliq tünegeni bugungacha qisqa chiqib aytganda yanılam ko'p o'zgarish bo'lmadi. Bir haftadan yaqin so'zlab bitgandek shu 3 bo'lug'ning orasida Bitcoin'ning bahasi chiqib tushib qo'yadi. Ya'ni futbol o'ynayotgandek pas bir paslashib meyakasi mamiyaga pas verib mamiyakasi meyaga pas verib futbolni o'ynagandek shunaqa o'ynayotdi bu hajatdan. Tunigami bu 3 bo'lug'ning qanday qayerga yoki qaysi sababdan buzib tubiga yoki ostiga minishi mumkin yoki qachongacha davom qildi yoki nima ish bunday bo'lib qoldi degan to'g'riliq ancha muncha tushuntirib o'tib ketdim. Hali shu videoni ko'rib baqsanglar bo'ladi. Bu videoda yanılam başta tushuntirganim qisqa mezgillik o'ynaydiganlar. Yine qisqa mezgillik o'ynaydiganlarni yine oldingi videolarda tushuntirib o'tib ketgandim. Hozir yana shuni ko'rsanglar bo'ldi. Uni bek tushunchi bilmayman, lekin tezlam gaplashib shu to'g'riliq tushuntirib o'tib ketdim. Qisqa mezgillik deganimiz asosan 1 soatlik, 4 soatlik yoki maksimum en ko'p bo'lgani kunlik Bitcoin'ning kunlik grafikdagi o'zgarishiga qarata yoki elishni yoki setishni strategiya qilib tuzadigan kishilarni qisqa mezgillik elish setish qiladigan kishilar deb ayirdik oldingi videoda. Shuning uchun biz bunda eng yaxshi grafik shu 4 soatlik grafik bo'ldi. Qisqa mezgillik elish va setishda 4 soatlik grafikni inlab qarasanglar şu 3 bo'lug'ning orasida chiqib tushib qo'yadi. Bollinger bandimizni ochayli. Mana Bollinger bandini oldingi videoda tushuntirib o'tdim. Qancha Bollinger bandining ostiga yoki Bollinger bandiga yaqin bir yerga kelsa baho u yerdan cho'qim aldiganlarning paydo bo'lib qolganligini, ya'ni bizning oldigan bir rayonga kirganligini bahoning shuni ko'roqli bo'ldi. Eğer bu Bollinger bandının tepesiga yaqinlashsa, sotadiganlarning paydo bo'lganligini va bizning setish bizga nisbatan bekrak paytliq bir ahvol ekanligini ko'ra olamiz. Bir soatlik qarayli. 1 soatlikdan o'xshash, 4 soatlikka o'xshashlar. 1 soatlikdan qachon meyaga tushgan bo'lsa, oldiganlar paydo bo'libdi, qachon tupiga chiqqan bo'lsa, Bollinger bandini sotadiganlar paydo bo'libdi. Günlük qarayli, maksimum en ko'p bo'lgan kunlik qarash kerak deydik. Kunlikda mijq o'zgarish yo'q. Pastga tushganda oldiganlar paydo bo'ldi. Qancha yaqinlashgan shuncha tez, shuncha ko'p oldiganlar bor ekan. Tubiga qancha yaqinlashgan sari sotadiganlar paydo bo'ldi ekan. Shuncha harakat qilib baqdi, tubini kiyib to'soqni buzib, ustiga ko'tarilib yuksalib o'ynab. Afsus bu yerga kelganda yana sotadiganlarning ko'pligidan amaliyot bu to'soqlarni buzolmay shuning uchun o'sha 3 bo'lug'ni ichiga kirib qoldi bu hajatdan. Endi mayada bir
nima dedim, Fibonacci'ni birini sızıp koydum. Aldığım videoda sızgantım. Hazır bu videoda iki ayrı ettim. Uzun mezgillikler için başka, kısa mezgillik hepsini Allah için bu grafik üstünden sizler çöndürüp etme. Yine bir yerdeki kısa mezgillik deyinmem de günlükten köpürak. Mesela uzun mezgillikler en az bir yıldan 3 yılgacha sağgan yoki qilgan strategiyadagi shu ilingan shu narsani yoki bitcoinning 1 yil 3 yilgacha baho jihatdan olgan yerdan ko'tarilmasa yoki bo'lmasa foydasi chiqmasa ziyonda sotmaslikqa sabr toqati bor. Shu sağgan pulga ehtiyoji yo'q. Shundaroq bir planni tuzaladigan birisi uchun qilgan her nimani elishni uzun mezgillik uchun elish deb tushuntirdim. Qisqa mezgillik elish uchun qilganlarcha uni bayatdan soatlik o'ynaydi yoki bo'lmasa bundan nazar uzun bo'lgan haftalik kunlikdan yuqori 6 oylikdan oz, ya'ni 1 yilga bormagan xolos o'ynaydiganlar bor. Ularga nisbatan bu Fibonacci grafikimiz, sızıklarımız bekrak paydalı oldu. Qayerda elib qayerda sotishligini bilish uchun. Agar sizlar bir oydan 6 oygacha shu bozorga kirgizgan pulinglarni ziyon chiqsa sotmay foyda chiqqandan keyin sotqudek bir holatda bo'lsanglar, buni ikki xil analiz qilsak bo'ldi. Birisi, agar sizlar maya 30 mingga tushdi, mayani mushu 6 oy ichidagi, mushu 1 yildan oz vaqt ichidagi bitcoinning eng to'g'ri baho, ya'ni bahosi tushirilgan vaqt deb o'ylasanglar, sizning eng yaxshi oldigan yeringlar mana bu Fibonaccining 0.78 dan 1gacha bo'lgan orliq, ya'ni bu yeshil orliq. Bu yoqqa to'g'ri kelgan 37 mingning osti va 29 ming üstü. Yani qancha yeşil bir rayonning pastdan, ya'ni tekidan ola olsanglar, sizlar nisbatan albatta shuncha yaxshi bir bahoda olgan bo'lasizlar. Ya'ni agar sizlar bu yerda olgandan keyin qancha yuqori qizilga qancha yaqinlashgan sari shu yerda sota olsanglar, sizlar nisbatan shuncha yaxshi bir foyda olib kelgan bo'ldi. Bu shuni ko'proq shuni ko'rsatib beradi. Lekin yana bir xil nima bo'yicha, analiz bo'yicha masalan mening yana bir xil ko'z qarashim deyli. Men buni hozirgi 30 mingni mushu may yilning ichidagi yoki mushu 6 oy ichidagi eng to'g'ri baho deb o'ylashim uchun men 30 mingni o'zimga eng to'g'ri baho deb qabul qilmayman. Nima desanglar, Allah videolarımda da bitip kettim. Bitcoin'in hozirgi mezgilda, hozirgi shu vaqtlarda bir bitcoinni qazish uchun, ya'ni ishlab chiqarish uchun ketadigan umumiy chiqimning o'rtacha nimasi tannarxi demdik 16 ming, 15 mingdan 20 minggacha deb o'ylasak bo'larkan. Ko'pincha shundaroq bir baho chiqarib qo'yganlar. Shuning uchun men bu Fibonacci'ni 15 mingdan oldingi oydagi eng yuqori nima bo'lgan 64 minggacha sizdim. Bundan mana o'xshash yana shundoq bir o'zimizga oldigan rayonlarni bekitib olsak bo'ldi. Qanday desanglar, masalan oldingi yili 11 oydan boshlab shundoq may yili 4 oyning 15gacha, ya'ni taxminan shu 6 oylik bir mezgil ichida eng yuqori va eng to'g'ri baho bo'libdi. Shundoq. Biz bayatdan bitcoin hozirgi chiqimi, ishlab chiqarish uchun ketgan jami chiqim tannarxi 16 ming dedik, shundoq, eng az 16 ming atrofida bo'ldi. Biz buni sig'gandan keyin bizga nisbatan, masalan biz yeşil rayonni zavod deb o'ylaylik, masalan
bu zavodda ishlab chiqarilgan narsaning zavod bahası mayalada deb o'ylasak bo'ldi. Boshqacha tushuntirish deb o'yladim, ammo tushuntirishimda zavod deganimni. Biz qancha shu zavodning nima bahasiga qancha yaqin bahada ola olsak, shunday biz nisbatan shuncha bir eng azam, shuncha bir yaxshi bahada olgan bo'lamiz ekan. Buningki agar ben köklarda alsakçı mesela biz may grafik boyunca mayalarda alsak biz köknün maya tübüsüyle algan bulmuşken bu kökçü mesela birisi yoki bir vakaletçi yoki bir çoğun bir sodiga zavodki bahada elib üzünün mayadaki bazarda setvatqa yerine algan bulmuş. Yine oturda bir payda algan laba biz bularını algan bulmuş. Şunun için bana nispeten bahadan düşken yer emas Bitcoin'ning şu ahirgi 1-2 yildagi ishlab chiqarish uchun ketgan chiqimining eng tuan nuqtasi deb turib Fibonacci chizib qanchaki shu yeshilga yaqin yeshilning ichida ola olsak menimcha yil oxirigacha bizning oladigan foydamiz ham texmi ko'p hem shuncha tuan bahani olgan bo'lamiz deb o'ylayman. Qolganqa endi shuni qarta insanlarga bir plan qilib baqsanglarmi bo'ldi. Oldin qatamda dedim mesela 30'ning ostidan asosini ep yig'ib qilsanglarmi yil oxirigacha men cho'qim Bitcoin oltixonlik bir baho yaqin berish ehtimolligi yuqori deb. Shuning uchun hozir hojatni o'ylasanglar to'g'ri en qimmat bahada 30 mingga qilishgan baho %50% bir baho tushgan bo'ldi. Shunday. Lekin maya qarasanglar taxi bu baho nima jihatdan bek unda bir voydagidek baho emas. Chunki bizni eng yaxshi o'ylaydigan bahorimiz bu yeshil, ya'ni zavod bahosini olish. Ya'ni ishlab chiqarilgan o'sha bahoni olish. Bizning eng nima baho jihatdan eng yaxshi bo'lgan bir baho bu yerdan bakroq mayada deb o'ylayman men. O'zimning shaxsiy ko'z qarashim. Endi keldik uzun mezgil aldıqlar üçün yeni en az bir yıl yoki olmasa bir yıldan 3 yılgacha shunaqa bu pulga ehtiyoji yo'q kishilarning qanday bir taktik qilish ehtimolligi bor shu to'g'riliq tushunchab deb ketmay videoda oldin videoda nima qilgandim lekin ishki grafik bir nimada bo'lib qolib ancha yaxshi ko'rmagan tushunmay qolganlar bor ekan shuning uchun men grafikni ayrim bir nima bo'yicha chizib tayyor qildim. Ko'rdinglardek bu endi uzun mezgil mesela bir yildan ko'p sudag'anlarga nisbatan taxi bu baho yandan qimmat baho. Nima desanglar bayatımı tushuntirib o'tdim bu. Bitcoin'ning hozir qadar eng yuqori bo'lgan baho bilan buning oldingi qadimgi eng tuan bo'lgan baho. Ya'ni shu boqining yugurishiga boshlashda bo'lgan eng tuan bo'lgan baho 2023 oydagi bahoyni sotma ostiga 3900 tushgan baho Bitcoin. Shu yerdan hozir eng yuqori bo'lgan 65 ming dollarlık bahaga Fibonacci sızsak bizden en yaxshi bahada Bitcoin aldığın rayonimiz yanlam yeşil rayon yoki yeşil rayon en yakın bo'lgan rayonlar. Shunday. Doğrusu bu yerga kelish saqlamdiq yo'q. Yanlam qanday qilamiz? Azozdan olamiz. Shuning uchun men yeşil siziqlarni shuning uchun chizib qo'ydim. Qancha shu yeşil siziqlarda yoki yeşil siziqdan pastga tushganda olsak bizga nisbatan qimmat olib qolmagan bo'lamiz deb o'ylasak bo'ldi. Chunki biz bu bozorga ya'ni bu Bitcoin texnikasiga ishonganligimiz uchun 1-2 yil 3 yillargacha cho'qim bu bahodami ko'proq yuqori bo'lgan bahoga yetdi deb o'ylaganligimiz uchun biz bu videolarni ko'ryapmiz. Bularga
pul kirgizib bilan münasebet kıvatımız şuna. Şunun için keplama her videoda hem keplama onda varsa misal alay, saklay dep undaylık. Nima o'ylamay andiy qilma o'ylagandek o'ylab qolmayli demekçi. Şunun için qanchalik mushu nima bo'yicha strategiya bo'yicha olsanglar sizlar nisbatan og'ir bitcoinlarning ham tan narxini o'rtacha bir tan narxiga ekvivalentlasizlar ham bitcoin masalan bu yerlarga tushmaylam keyin biz degandek 6 xonlik bir bahoga kelsimi ozroq bo'lsin og'irliqlar uchun sizlarning pulinglarni payda qilmagan bo'ldi. Şunun için xohlasanlar bu videoni ozroq to'xtatib ko'rasanglar bo'ldi. Birinchi yeşilimiz 33 ming atrofida. İkincisi 26 ming. Üçüncüsü 20 ming. Dördüncüsü 16 ming. Beşincisi 12,5 ming. Yine qancha mushsizliklarni oldi keyinlarga yaqin yerlarda olsanglar menimcha 4-5 qatam olgan bo'lganligim uchun menimcha ham qimmat olmaydi ham 2-3 yillik saqlaydigan sabr toqating bo'lganligi uchun menimcha keyin ham ziyon emas foydalan olasizlar. Ondan keyin biz yine dominansga qarab o'tib ketaylik. Dominans maldan qo'ydi deb aytdim-ku. Bitcoin ve altcoin'larning bozordagi kuchini ve huquqini ifodalaydigan bir ma'lumot. Buni kunlik bo'yicha ko'rsak yaxshiroq bo'ldi. Bu grafikimi yeşil bir rayondan birini sızıp koydum. Bölgenin birini. Bu nimaga sizdanlar desanglar qanchaki bu grafikimiz bu qimmat bu yeşilga kelsa bitcoinning bozordagi nimasi kuchi shuncha yuqorilaydi va shuncha zo'rlashadi. Bozordagi pullarning masalan mayaga keldi, machoqlarga keldi, bozordagi pullarning %70'i bitcoinda, yine şu bir tane ismli coin'ning ichida bo'ldi. Bunun yangi boshqa coin'lardagi pullarning hammasi bu bitcoin o'tib ketgan bo'ldi va u coin'lardagi pullar azayganligi uchun baho jihatdan tushdi va u coin'larga boshqacha nuqtadan qaraganda elish fursatimiz keldi. Shuning uchun bu yeşil sistem qachonki bu yeşilga yaqinlashsa, bu yeşilga kelsa, bu dominansimiz o vaqtda asta-astagina boshqa bitcoindan boshqa bo'lgan coinlarni elishga bir plan qilingan bir bizga nisbatan bir bahoga kelgan bo'ldi deb o'ylasak bo'ladi. Shuning uchun buni tayyorlab qo'ydim. Hozir qarasanglar ko'pincha analizchilar menimcha videoni ko'rgan bo'lsanglar voy oldi ushdi. Yine baho u yerga chiqdi, bu yerga chiqdi, coin bunda qo'lda deydiganlar paydo bo'lib qoldi. Shunaqa. Buni menimcha oldinib ketmanglar. Bu aytdim degandek mush yeşil qarab manyotdi. Nago ma yeşilda olganlar mayalarga kelgani sotdi. Shuning uchun xalqlar sotgan yerda qolgan bo'lsinlar. Yani bazı hamma coin'ni qolsanglar hammasi o'sayotgan. Qolgan bir coin'ni grafik qarasanglar mana o'xshash tubiga chiqayotgan grafiklarni ko'rsanglar. Ular shu mayada olgan, hozir miya kelganligi uchun dominans miya sotyapti. Shuning uchun buni diqqat qilinglar. Altcoin'lar oldigan vaqtda men cho'qim yana her kuni video qilgandan keyin shu vaqtlarda yaqinlashgan vaqtlarda altcoin'larning yoki bu altcoin'ning grafiki elishga yaqin bo'ldi. Bu baho bundaq baho deb tushuntirib deb ketdim. Undan boshqa total marketga çok o'zgarish yo'q, buni qaramayli. Ethereum Ethereum'ni o'xshash bir bozorlarni ikki xil grafik chizib qo'ydim.
bu cho'ng bo'lsa yana uzun mezgil tutadiganlar uchun. Ma kichik bo'lsa yana qisqa mezgillik aldiganlar uchun. Lekin men o'zim yana ma cho'ng Fibonacci grafiki bo'yicha elishni plan qilaman. Bu yoqqa qarasangiz bu yerda men yeshil chiziqlarni chizib qo'ydim. Bu chiziqlar Bitcoin o'xshash asosini olgan chiziqlar menga nisbatan. Bu nima? Bu Fibonacci nima? Ethereum'ning maqatimqi bu qo'y yugurishidan burungi eng tuan baho bo'lgan eyiq mavsumining eng tuaniga tushgan Ethereum'ning $90 tushgan bahodan boshlab hozirga qadar 4000 ustiga chiqqan baho bo'yicha chizilgan Fibonacci. Buni qarasanglar eng yeşil yerde 1000'ning ostidan boshlanadi. Agar xohlaydiganlar bo'lsa 2000'ning ostidan boshlab asosidan 2000'ning osti, 2000'ning osti, 1000'ning ostidan boshlab asosidan yig'sa yil oxirigacha Bitcoin o'xshash. Yil oxirigacha bir yaxshi bir harakat qilib qolsa, Bitcoinning bahosi yangi bir rekordlarga qarata minib qolsa, Ethereum nima 4000 ustiga 10 bo'lgan baho jihati o'zgarish ehtimolligi yuqori. Endi buni aniq bilinglar, agar Bitcoin shunday bir harakat qilsa, agar Bitcoin tushib ketsa, bu o'xshash tushidi. U vaqtda endi oldigan fursatlar keldi deb o'ylasanglar bo'ldi. Chunki Bitcoin tushmasa bu yerda tushmaydi emasmi? Shuning uchun boshda Bitcoin qaraymiz. Bitcoin ahvoli qarta, undan keyin Ethereum qarasanglar bo'ldi. Agar bayatdagi dominans %40'ning ostiga tushsa, o vaqtda altcoinlar ya'ni altcoinlarning eng cho'ngi ikkinchi cho'ng coinlar, Bitcoinga ikkinchi cho'ng coin Ethereum bo'lgani uchun Ethereumga bozordagi pullarni ko'pi bunishga kirdi ekan va bozordagi eng cho'ng kuch yana Ethereumning qo'liga o'tganligi uchun bu Bitcoin tushsin, chiqsin, uning qaramay o'zining harakatini qiladigan paytlar keldi. Lekin hozirda paytda emas. Cho'qim dominans %40'ning ostiga tushgandan keyin, ya'ni Bitcoinning bozordagi kuchi %40'ning ostiga tushgandan keyin Ethereum o'zi xohlagan harakat qiladi va Ethereum hech boshqa yaxshi coinlar o'zining xohlagan bahojatga o'zgarishlarni qila oladi. Shuning uchun bu yerdagi bu grafikni qarashinglar kerak. Uningdan burun cho'qim dominansli Bitcoinning bahojatga o'zgarishi bo'yicha planinglarni, taktikanglarni, strategiyani shuni qarab tursanglar bo'ldi. Menimcha bu video meni uzrab ketmasin, oldingi videolar uzamasin deb yanlam tushunchi birma deb ba'zan gaplarni qayta qilibdim. Qarasam videoda bir gapni ikki qatim qaytlagan yerlar bor ekan, men qaytlamaslikka tirishyaptim. Shuning uchun do'stlarning to'g'ri tushunib berishini va qo'llab berishini umid qilaman. Bo'pti, bu videoni bu yerda oyoqlashtiray. Videoni 5 deb ketdim. Hozir ta'kidlab ketdim. Bu videoda e'tiqodlarim hammasi shaxsiy ko'z qarashlarim, mablag'lar uchun bergan tavsiyalar emas. Bo'pti, mayli do'stlar, rahmat. Kurashchiman bilan hammalarga omad yor bo'lsin. Bo'pti, xayr xo'sh.